G'ulji shahri haqiqatanmi go'zal yurt ekan. Bu yerdagi Uyg'ur xalqining mehmondo'stligi menda to'liq cho'nqur ta'sirlarni qoldirdi. Voy, itkopda o'tiradigan mazgilim bo'lib qoptimi nima? Voy, shuningmi? Qandiroq, ahvoling yaxshimi? Ustozingning ahvolati yaxshimi? Uning oshqozoni hozirmi burunqidakla og'riyotamda yana? Ustozingning oshqozon so'zilgan deb bekitgan doktorlar. Ustozing deb qo'y, gurish tomoqni oz yesin. Har kuni oqshimi putini tomga iqib yotsin. Uningdan sirt oshqozondan tekki 3 tal xom kelsa qo'yib qo'ysa yaxshi bo'lib ketadi. Bu rit yaxshi bo'lmasa, attigini g'uljiga kelib, Xanzu vazirdan 6 tal pochoq yapasi bo'ladi. Jonjini olar. Jonjini demsa, uning badani bash cho'ng o'g'ashqa 1 tonna suvda munchiq tushyotdi. O hozirgacha meni ep bo'g'ini yo'q dedi. Shuni yo'qman. Mening muhabbatimga salom aytib qo'yishni unutmajmi? O'sha Anvar akimning naqshkechini tuzishla qaytib qolgandan keyin men to'y qilib o'taman. Bo'ladi. Ma'qul. Bu g'uljining pocharoqlari nima degan kuchlik? Akşam qavoqda o'lgidek ichib hech holimni qo'ymadi. Uning ustiga mo yesho degan patak, gapni menga orom bermay, xap. Bugun bu patakning bir adini o'rayjimanglar. Yesho! Xo'sh, jonjin oliylari. Kesib o'tgan ko'takdakda o'tiribsan-ku. Oliylari, o'zlari qiyri qariyog'achdakli paqpiyib turib qoplig'i. Bizning malning ayollari ko'rsa buni qalsaqdigan chelak qilib oldi. O'zlarini bizning maldagi ayollar ko'rsa, qo'sh qanotli kiyim ostida ishkaf qilib oladi. Yesho, men sendan bir nechta savollarni so'rab baqsam qanday deysan? Qani oliylari so'rang. Sen nima uchun balangni o'zing yasliga olmaysan? Mening balamni o'zim yasliga olmasligimdagi sabab, yaslining o'qituvchisi bola ishga bo'lib qopti deb akir ketamiki deb ansirayman. Yesho, sening mehmonlaring kelganda doimli ikkimiz birga o'tiramiz. Ammo lekin pul to'laydigan vaqtida hisobot menga nima uchun qoladi? Chunki mening ustalga bo'yim yetmaganligi uchun u qizlar meni ko'rmay sil tutilib qoldilar oliylari. Yesho, g'ulji xaritining qayerda? Xaritining ustida. Ili daryosi nima uchun g'arib qarab oqidi? Uning boradigan boshqa joyi bo'lmasa. Yesho, haqiqatan yaxshi javob berding. Sen men qaraganda g'uljiga burun kelgan. Shuning uchun barliq naqshlarni to'nisa, shuningga ularni bir yerga jam qilib, bir mashrab o'ynab, bir payzini olsa qanday deysan? Masalan, qaysilarini demoqchi oliylari? Ömerci olimni. Ömerci olim Asmatxonning arzliq bolasi Anvar Alining maslahatchi edi, Balli Bakriyevil sazchib o'tiryapti. Unda bo'lsa Toshmamat Boturchi. Toshmamat Botur 2-Dunyo urush mazgilida Gitlerning bir tugmis shutetga. Bu sabab bilan Kovliyul dol shuni tepish murosimiga cho'ng bir ziyofat o'rinlashtiribdi. Oshining sharifiga bu dunyo degan naqshni yetkazdi. Unda degan. Unda bo'lsa Anvar hokim nima ketgandi? Anvar hokim o'zining naqshkiychiligini unutgan holatda Izoraning qatochiga solib ketgan. Unda bo'lsa, Yesho, men sendan yana bir savol so'rab baqim kelyapti. Xo'sh. Mashu Isom Qurbon kim? Nerede tug'ilgan? Isom Qurbon hozirgi zamon Hayot Nasriddin apandimi? U Qumliqda tug'ilgan, Kirorimdamning bo'g'is yo'ldishi. Sendan yana bir savol so'ray. Türk tilla divani kimning asiri? Irohim divonining. Yesho, savolga nihoyat yaxshi javob berding. Men sen bilan bir latifani baslashib, ko'pchilik bir baho berib qo'ysa ikkimizga. Bo'ladi oliylari, men tayyor. Onda o'z boshildim. Bir kuni mush Tudoxim bilan bir so'rinda o'tirib qoldik-da. O'tirib qolsak bu Tudoxim menga chaqchaq qilib, "Mashu Musojon ko'kvosh uzima deb qo'noqlik kirib ketib, ayoli qo'noq o'g'andi biroq chiqibdi" deydi. Menmi dedim, "Mash Tudoxim bir qatim uyda yut ketib, ayol kigiz qoqqan biroq chiqibdi" deb. Bu Musojonning ayoli ma'lum bir ish bilan Urumchiga ketib qopti-da. Urumchidan qaytadigan chaqda Musojonga telefon qildi.
Ben bugün Ürümçi'den qaytım, siz beni Daşçı'dan ekti bilen. Deptike bunun eğildi uzundan beri bakkan bir şok eti var ki, bu atını minip de Daşçı'ya karap menipti de. Bu zerkip ketken at olgandı ki, şunda iştik menipti ki, attan düşüp atının beşi kamçı bile işkini koyup, hey, bu telefon mankez sen liman çaldıraysa dedi. Başka bir kuni baş Tudağınның yakın ağinisining bir o'ltirishig'i bordik da. Yerim kecha o'g'anda bu Tudağın uxlayma deb chiqib, bu ağinisining 3 yoshlik bilan bir 4 yoshlik o'g'li bor ekan, ikkisining o'tirdi, yetyapti da. Biz moyoq ko'yib o'tirib edik, bir vaqtda qo'radi, varang-churang ovoz chiqatdi da. Nim bo'ldi ekan deb qarsam, uyning egisi ayol bolasini to'sima deb Tudağını ko'tarib talaga chiqib ketdi. Musajan uxlab etib başqa bir yürüyatqan dastlabki muhabbetini tushapti-da. Tushapla bu uyquchilikni jo'libla ayolni Mayra deb ishtirayli beribdi da. Ettigini ayoliga ishtondan chiqadi deb Mayra ochiq qo'ysin deb qarshi alfoz to'g'ri emas. Buning tushiga dastlabki muhabbet kirgani esida balla, yanjuqidan 300 qo'y pulni chiqarib berib, uyda o'tirib yomon tarsa bo'lib ketsa, menga shahardan biroq bir kiyim-kechak kiyib chiq desa, tushdan kildagi ayoli shunda xo'shal chiqibdi. Üçtetke ötkendeki Musajan degidek fakat jo'limaydigan bo'lib qoldingizmi deb. Yesho, gapkima yomon bo'lib ketsa, men seni Cho'lpar restoranida bir mehmon qilsam qanday deysan? Buni tazim yaxshi bo'ladi. Biroq qiz do'stlarga telefon urib olishni unutma. Rangli o'tirayli. Bo'ladi. Undaqda bo'ldi. Yesho to'xta. Aldirma. To'xta.